Sizda ham shunday tanishlar bormi? Mana masalan bunday bo'ladi. Yigit bilan qiz bir-biri bilan tanishib qoladi. Hali sovchi jo'natmagan. Hali ota-onasining roziligini olmagan ham. Keyinchalik nima deb turadi? Qayerdasan? Nima ish qilyapsan? Qayerga bormoqchisan? Nima qilmoqchisan? Hammasini menga ayt deydi. Keyin bu qiz bola ham hamma narsani unga aytib turadi. Qayerda nima qilyapti? Kim bilan nima qilmoqchi, qayerga bormoqchi, hammasini aytib turadi. Bu yigit uzoqda turib olib, juda ham ko'p narsalarni buyurgan. Shunday toifadagi yigitlarga ikki og'iz gapim bor. Siz nima? Bu qizni uyiga sovchi qo'ydingiz, sizga buni ota-onasi berishga rozi bo'ldimi? Yoki bo'lmasam siz bu qizga dunyoni pulini berib qo'ydingiz va bu siz aytgan joyga hamisha taksida borib, taksida kelish kerakmi? Nima avtobusga minma? Chunki deganda u yerga nomahram erkaklar juda ham ko'p. Badani seni badaningga, qo'li seni qo'lingga tegib ketishi mumkin degan gaplarni ham gapirasizlar. Agar shunchalik siz qizg'anatgan bo'lsangiz, o'zingiz avtobusda emas, o'shani kelib taksida olib borib keling, mashinangiz bo'lmasa, agar mashinangiz bo'lsa, agar mashinangizda olib borib keling. Uzoqda turib olib, avtobusga minma, taksida yur degan gaplarni gapirish sizga emas. Balkim u qizning qo'lida puli yo'qdir, balkim u qizning ota-onasini har kuni taksiga mindirgani puli yo'qdir. Biz mana bunday qilib uzoqda turib olib, katta ketgan, ish buyurgan. Buyruq buyurishga birinchi o'rindamiz. Lekin biz nima qilib qo'ydik o'sha ayol uchun, o'sha qiz uchun nima qilib qo'ydik? Hech narsa qilganimiz yo'q. Faqatgina telefonda o'tirib olib karillagan. Juda zo'r, a? Qulay narsani o'zlaringga topib oldilaring. Barakalloh. Omad sizlarga yor bo'lsin.